Assalomu alaykum YouTube ahli. Mana bugungi ko'rsatuvimizda birinchi sahifasini boshlaymiz. Faqat diqqat bilan quloq solib, ozgina shaxmatga qiziqish o'zingizda bo'lishi kerak. Shaxmat o'yinini juda ko'pchilik aytadi, bu o'yin qiziqarsiz, zerikarli deb o'ylaydi. Faqat boshida shunaqa bo'ladi. Agar o'rganib olsangiz, bu juda qiziq o'yin. Masalan, birinchi darsligimizda shaxmatni umuman o'rganmagan, bilmagan odamga ham shaxmat o'yinini o'rgatishga harakat qilaman. Mana birinchi darsligimizda oddiy yurishlarni, oddiy yo'nalishlarni o'rgataman. Keyingi darsligimizda master kerak bo'lsa chempion o'yinchilarni o'yinini men sizga ko'rsatib beraman. Mana birinchi piyodani yurishdan o'rganamiz. Piyodalar faqatgina birinchi 2 qadam tashlashga haqli yoki bitta qadamga tashlashga haqli. Agar birdaniga 2 qadam tashlasangiz bo'laveradi. Bitta qadam tashlasangiz keyin 2 qadam tashalmaysiz. Keyingi qadamda faqatgina bittadan yurasiz. Piyodalar bir-birini faqatgina piyoda yonmachasiga olishga haqli. Endi bu yerda to'ramiz bor. Birinchi toshimiz to'ra. To'ra faqatgina oldinga yurishga haqli, nechta katak bo'lsa ham yoki yonga yurishga haqli. To'ra shunday vazifani bajaradi. Keyingi toshimiz ot. Ot faqatgina ga yuradi. Masalan, qora katakda turgan bo'lsa, oq katakka tashlashga haqli, oq katakdan qora katakka tashlashga haqli yurishga. Faqat ot shu yo'nalishda yuradi. Keyingi toshimiz mana bu yerdan fil deyiladi. Mana fil faqatgina qirramachasiga, sodda qilib olganda qirramachasiga, mana nechta katak yursangiz ham faqatgina qirramachasiga yuradi. Keyingi toshimiz shoh bo'ladi. Mana shohning yo'lini ochamiz hozir. Shohning yo'lini ochamiz. Shoh faqatgina bitta yurishga haqli. Mana har tomonga mana turgan nuqtalar uni yo'nalishini belgilaydi. Agar shunaqa yurishni xohlasangiz, telefon orqali o'rgansangiz oson o'rganasiz. Keyingi toshimiz feruz deyiladi. Feruz xohlagan katagiga yurishga haqli. Masalan, mana yonga ham yuradi, bu yonga ham yuradi. Feruz yo'nalishi ko'p. Undan keyin ishimiz mot qilish. Shohimiz xohlagan yoqqa yuradi. Masalan, shohni yo'nalish qolmay qolsa, qissangiz har tomondan motul deyiladi. Agar shohga siz shoh bersangiz, shohni yo'li qolmasa, bu pot deyiladi va o'yin necha bo'ladi. Bugungi o'rgatgan dasturimiz shu. Keyingi dasturimizda bundan qiziqroq o'yinlarimizni ko'rsatib beramiz. Keyingi ikkinchi darsimiz detskiy mod deyiladi. Ruscha qilib aytganda bolakay mod. Bu oson yo'nalish bilan, masalan, bitta, ikkita, uchta yo'nalish bilan detskiy mod qilish mumkin. Keyingi ko'rsatuvimizda detskiy modni qo'yib beramiz. Yoqqan bo'lsa klass bosinglar, keyin qo'ng'iroqcha tugmasini ham bosib qo'yinglar. Keyingi videolarimiz mana shu videolar orqali davom etib sizga ko'rib boriladi. Agar yoqsa like bosing, yoqmasa o'zingiz bilasiz. Men sizlarga sodda usullarini o'rgataman. Xayr, salomat bo'ling, sog' bo'ling.